40-90 razmerda. Bundan tashqari mana bunaqa ko'rikka bonus qilib prosta sovg'a sifatida qo'shib beramiz. Xo'p bolalar, hammaga salom. Bugun sizlar bilan hammani qiziqtirayotgan savol o'yinlarda, ayniqsa Counter Strike 2 da o'rtacha 300 FPS beradigan kompyuter sborka, ya'ni case sborka nech pulga tushadi? Shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, qarshilarda turgan Counter Strike 2 tematikasidagi case yig'ilgan sborkamiz aynan shunaqasi, ya'ni o'yinlarda aynan Counter Strike 2 da o'rtacha 300 FPS beradigan case sborka yig'ib qo'yganmiz. Videoga bitta like bosib qo'ysangiz, bu case sborkamizning obzorini men boshlayman. Xo'p, o'yin uchun yig'gan bu case sborkamizni birin-ketin sizlarga nimalardan tashkil topganini, parametrlarini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, prosessor Ryzen 5 7500F, GB brendan B650MH matematik plata qo'yganmiz. Bitta 16 GB 6 MHz RGB подсветкali operativ xotira, 512 GB SSD NVMe qo'yganmiz. Video kartasiga keladigan bo'lsa, GTX 1660 Super 6 GB likdan qo'yganmiz. Prosessorni so'sh uchun Jungle Leopard brendidan S40 Pro modeldagi bashino aqlajini qo'yganmiz. Shu parametrlarga hammasiga tok yetkazib berish uchun, tok bilan ta'minlash uchun 650 wattli blok pitani qo'yganmiz. Kesimizga keladigan bo'lsa, shunaqa Counter Strike 2 tematikasi tushirilgan Thermaltake AK47 modeldagi kesiga bu sborkamizni yig'ganmiz. Xo'p, endi qarang, bu case sborkamizning parametrlarini tanishtirib o'tgandan keyin aytishingiz mumkin, GTX 1660 Super video karta ozgina kuchsizroq, eski pokoleniya video karta kutilgan natijani bermaydi deyishingiz mumkin. Lekin tangan ikkinchi tarafini olib qaraydigan bo'lsak, bizda bu case sborkani parametrlarini tanlab yig'ayotganda imkon qadar harakat qilganmiz, narxi qimmat chiqib ketmasligiga. Baribir aytishingiz mumkin, yo'q, baribir ozgina pulidan qochmasdan hatto 2060 Super yoki RTX 3060 video karta qo'yish kerak edi. Ana o'shanda kutilgan 300 yoki undan yuqori FPS beradi. O'yinlar mazaq o'yinadigan case sborka bo'ladi deb aytishingiz mumkin. Undan ko'ra kerakli bu yig'gan case sborkamizni masalaga bitta Counter Strike 2 o'yinda haqiqatan ham 300 FPS beradimi, yo'qmi? GTX 1660 Super video karta nimalarga qodir? Shuni bitta test qilib ko'rsatsam. Ani eskilarning bitta maqoli bor edi, kichkina demang bizni ko'tarib uramiz sizni. O'shanga ozgina o'zgartirish kiritib, kuchsiz demang bizni ko'tarib uramiz sizni deb mana video kartamizni keyin aytishim mumkin. Ketdi, unda bitta test qilib sizlarga ko'rsataman. Hop, ko'rib turganingizdek, case sborkamizda test boshlovli Counter Strike 2 o'yiniga kirib olganmiz. Kamida tushib ketdi deganda, mana bu dimlarda bomba portlaganlarda 250 FPS gacha tushib ketyapti. O'rtasini oladigan bo'lsak 330 stabil beryapti, ko'pi bilan 400 FPS gacha chiqyapti. Xo'p, endi bu case sborkamizga komplekt qilib monitor, klaviaturalarni tanlashimiz kerak. Biz monitorni tanladik, eng optimal variant deb MSI brendining 25 chalik 300 Hz bo'lgan IPS monitorni tanladik. Sababi o'yinlarni maza qilib o'ynash uchun eng yaxshi variant ham aynan mana shu bo'ladi. Endi bu monitorni o'zingizga komfort qilib o'rnatish uchun Bratek brendidan Crunchchain ham bu komplektga naborga qo'shmasa bo'lmaydi. Mishkaga keladigan bo'lsak, bilasizlar, o'yinlarda mishka juda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun ham biz Rapo brendidan 8 ga bo'lgan mishkani tanladik. Mishkamizni ma'lumot o'rnida provodnoy holatda 8 ga, besprovodnoy holatda 4 ga bo'lib ishlab beradi Rapo brendidan. Klaviaturaga keladigan bo'lsak, Aula brendidan mexanitskiy yaxshi klaviatura bo'ladi. Bu komplektga aynan mana shu klaviaturani mos deb bildik. Rapo brendidan naushnik o'yinlardagi kichkina elementarniy ovozlargacha yaxshi tiniq yetkazib berish uchun ko'p o'yinlarni maza qilib o'ynagan paytda, ko'p vaqt o'ynaganda quloqni ortmaslik uchun Rapo brendidan naushnik, aynan mana shu Rapo naushnikini bu komplektga mos keladi deb tanladik. Shu komplektimizning hammasi bor yo'g'i $1050 chiqyapti. O'yin uchun o'rtacha case sborka, komplekt kompyuter sborka narxi $1050 chiqyapti. Bu hali hammasi emas, 40-90 razmerda. Bundan tashqari mana bunaqa ko'rikka bonus qilib prosta sovg'a sifatida qo'shib beramiz. Endi kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldirib keting. Bundan keyingi chiqaradigan videomizni aynan qaysi kompyuter, qanaqa parametr, nima haqida bo'lsin, sizning fikringizni kommentariyada kutib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Keyingi videoda bundan ham zo'r ma'lumotlarni, bundan ham qaynoq ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kompyuter bo'yicha qanaqadir ma'lumot yoki kompyuterning o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasiz.